birgina kichik xato qanchalar katta talafotlarga olib kelishini mana ko'rdingiz. Keling, agar shunday xatoni qilsak, nimalar sodir bo'lishini real holatda ko'rib chiqamiz. Avtomat o'chirgich tanlashdagi eng katta xato avtomatni nominal tokini noto'g'ri tanlashdadir. Mana real stendda 3 xil ehtimoliy holat uchun sxema yig'dik. Demak, mana bu tomondan nagruzkani beramiz. Mana bu o'tkazgichimiz nagruzkani tarmoqqa bog'lab turuvchi o'tkazgichimiz 15-16 amperga bemalol chidaydigan darajada. Mana shu holatga nominaldan kichik tanlab qo'ysa va katta tanlab qo'ysa nimalar bo'ladi? Keling, shuni ko'rib chiqamiz. Demak, yoqamiz. Bunisi 4 amperli mana S toifadagi 4 amperli avtomat. Tokimiz salkam 10 amper. Mana bu birinchi holat. Ya'ni avtomat nominali keragidan past tanlab qo'yildi. Nima bo'ldi? Mana o'chib qoldi. Bir o'sha iste'moldagi uyimizdagi bir jihoz bo'ladimi, qandaydir uskuna bo'ladimi, ishlamaydi, yoqsa yana o'chib qolaveradi. Chunki iste'molchi olayotgan tok 10 amperga yaqin, bu yerga 4 amperlik nominal xato tanlab qo'yilgan. Mana bu birinchi holat. Va bu ehtimoliy holatlarni yaxshirog'i bu. Har holda bu yerda hech narsa qizib, erib, yonib ketmaydi. Faqat shu uskunani ishlatish mumkin bo'lmay qoladi. Sababi elektr ta'minotni uzib qo'yaveradi bu. Kichik xato tanlab qo'yilgan avtomat. Endi ikkinchi holat mana. Avtomat o'chirgichimiz nominali 16 amperlik. Mana bu o'tkazgichimiz ham bemalol 16 amperni ko'taradi. Mana bu to'g'ri tanlangan holati. Demak, yoqamiz. Yuklamalarni beramiz, iste'molchilarni ulaymiz. Ehtimoliy iste'molchilarni mana tokka e'tibor qiling. 14.6, 15 amperga yaqin. Mana bu sim uchun bu bexavotir. Lekin 17-18 amper bo'lib, amper 16 dan oshgani uje mana bu o'tkazgichni badanini normadan ko'proq, normadan oshiqroqqa qizdira boshlaydi. Avtomat o'chirgich nominali to'g'ri tanlangani uchun aynan mana shu o'tkazgichni o'tkazish qobiliyatiga mos tanlangani uchun, demak, tokni 16 dan oshib ketishiga yo'l qo'ymaydi va hamma narsa normal ishlaydi. Yuqoridagi bir ko'ngilsiz talafot yetish holatlari bo'lmaydi, hammasi yaxshi bo'ladi. Demak, mana 15 amperga yaqin va buni haroratini bilib turish uchun mana bu multimetrimizni termopara rejimiga o'tkazdik. Mana real gradus Selsiy haroratida 33-34 gradusdan oshmayapti. Bu o'tkazgich badani uchun anchayin bexavotir. Buni ustidagi izolyatsiya 60 gradus, 50 gradusdan oshgandan keyin xavfli zonaga o'tadi. Ana u yog'i xavotirli bo'ladi, avariyaga moyil bo'ladi, qisqa tutashuv bo'lib ketishiga, yong'in chiqib ketishiga, umuman yuqoridagi videoda ko'rganimiz juda yomon oqibatlarga olib kelishga moyil bo'ladi. Lekin kuzatyapmizki, harorat normadan oshmayapti, hammasi joyida mana. Mana bu eng to'g'ri yo'l, eng to'g'ri yechim. Endi mana 3-holat. Ya'ni bu holatda iste'molchini tarmoqqa ulab turgan energiya ta'minotini ta'minlab turgan mana bu yo'lni, o'tkazgichni tok o'tkazish qobiliyatidan ham oshiqroq xato tanlangan. Buni tok o'tkazish qobiliyati eng ko'pi bilan 17-18 amper bo'lsa, mana ko'rishingiz mumkin,
32 amperli avtomat o'rnatilgan. Nominaldan katta. Mana bu xato. Keling endi yuklamalarni berib ko'ramiz. Demak, hamma yuklamalarni qo'shdim. Mana tokimiz 23 amper bo'ldi. 23 ga, почти 23 bo'ldi va 23 amper mana bu ko'ndalang kesim yuzi uchun endi ko'plik qiladi. Bu endi o'ta yuklanish deb shuni aytadi. Mana o'ta yuklanish rejimida ishlayapti. Bunga dalil kuzatamiz. Mana bunga yaqqol dalil. Ko'zimiz o'ngida ko'rib turganimizda haroratni ko'tarib borishini ko'ring. Mana katta tezlikda harorat 40 bo'ldi, 41 bo'ldi. Mana shu izolyatsiyani harorati. 42 bo'ldi va hokazo. Hozir bir pas kutsak, mana bu izolyatsiya shalvirab, erishni boshlaydi, tutashni boshlaydi, yonishni boshlaydi va yana o'sha videoyimizni boshida ko'rganimiz katta talafotlarga olib keladi. Mana bu ehtimoliy xatolarning ichida eng yomoni mana shu 3-holat bo'ladi. Chunki bunda kabel erib, o'tkazgich erib, yonib, olov chiqib ketsa ham otmasdan turaveradi. Sababi tok 32 ga chiqmagan, 22 xolos. Bu avtomat o'chirgich uchun 22 amper bu normal holat. Bu yerda o'tkazgich badani qizib 49 bo'ldi. Pajarga moyil bo'layotganidan bexabar, buni normal holat deb hisoblaydi va o'chirmaydi. Avtomat o'chirgich nominalini to'g'ri tanlanishi qay darajada ahamiyatga ega ekaniga o'zingiz mana guvohi bo'ldingiz. Unutmang, avtomat o'chirgich nominalini to'g'ri tanlanishi nafaqat elektr jihozlaringizga, balkim o'zingiz va oila a'zolaringiz xavfsizligi uchun ham juda muhimdir.